Assalomu alaykum atirgul ishqibozlari. Bugungi atirgullarimiz shtamfimetrovkalarimiz. Biz bozordagi narxga qaraganda 5-10 ming qimmat sotamiz. Sababi har bitta atirgulimizga javob beramiz. 3 xil, 4 xilgacha ochiladigan atirgullarimiz bor. Buni qanday ajratib olasizlar deydiganlarga bu tanasiga yopishtirib chiqiladi. Endi yopishtiramiz. Bu ochilganda guliga qarab turib yopishtiriladi. Xo'p, shu bois atirgullarimiz narxi sal farq qiladi bozordagi narxga qaraganda. Lekin sizlar xohlagan narsa ochiladi. Rasmda ko'rgan, biz rasmlarni tashlab beramiz, shu bo'yicha ko'rib tanlashlar mumkin. Xuddi o'sha narsa chiqadi. Shtamfimetrovkamiz navbatdagi 2 yilda tayyor bo'lgan, yuqori qismi o'tgan yili mayda payvand qilib, mana 2-yil ketyapti. 4 yilda tayyor bo'lgan shtamfimetrovkamiz holati zo'r. Mashq holatida ham hozir 20 ta, 25 ta gullaydi. Gul chiqaradi. Bizda 50 xildan oshiq atirgullar payvand qilganmiz. Soni 1000 tut shtamfimetrovkamiz bor. Hamda bundan tashqari bizda to'g'ri atirgullar ham bor. Kimgadir bo'yi pastroq shtamfimetrovka kerak desa, unaqasi ham bor. Bo'ylari ko'ppa deyarli 1.10 ga payvand qilingan, yuqori qismi o'sishi bilan 1.5 metr atrofiga boradi. Hamda bizda arka bo'ladigan bigushi atirgullarimiz ham bor. Mana shular ham xudo xolasa yana ochiladi. Qirqog'ayniga adashtirishadi, bizda qirqog'ayni emas. Qirqog'ayni bahorda bir marta ochiladi xolos. Bu mana hozir ham ochilib turibdi. Guli xuddi shu holatda, hidi o'tkir, zo'r ifor taratib turadi. Mana ko'rib turganlaringiz gulni farqlasalaring ham bo'ladi. Qizil barka, keyin yashil. Bu degani hozir mana shu tupni o'zi 2 xil yo 3 xil ochiladi. Guletdagi ochilganda ma'lum bo'ladi. Keyin uni tanasiga yopishtirib chiqamiz raqamlab har bitta gulimiz. Ko'rib zakaz beraverasizlar. Miniatir gul desalaring, miniatir gullarimiz bor. 100% Telegram kanalimizda joylab boramiz. Har bittasini ko'rib o'shundan tanlasanglar, o'sha narsa o'zingizlar tanlagan narsalaringizni chiqarib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.